Nahor, men bebaho kuzatuvchim. Siz bilarmidingiz, men offline darsimda smoky eyes texnikasini ichida yana plus bitta ko'z texnikasini ko'rsatib o'tishimni. Bilmasangiz yaqinroq keling, hozir aynan shuni tushuntiraman. Mana ko'zimiz bo'ylab svetli bazaviy tellarimizni surdik va korичневый tonlarimizda eng svetli tonidan boshlab temniga qaratib ikki ko'z tarafi bilan ambre texnikasida rastushovka qilib chiqdik. Ambre texnikasi ikkita ko'z yo'nalishi bilan o'rtani svetli qoldirgan holatda rastushovka qilinadi. Pastda 775 qalam bilan ozginagina oq ton saqlab qolgan holatda podvodkaga moslab chizib olib, uni rastushovka qildik o'sha tellarimiz bilan. Bu bizning plus birinchi darsimiz edi. Shu holatda nejnigina podvodka qilib, ko'zimizni svetli ton tarafiga chiroyli blyosklarimizni qo'ysak, bu ko'zni formasi juda ham ko'p ayollarning ko'ziga mos keladi va ko'zni formasini juda chiroyli ochib beradi. Endi ikkinchi texnikaga o'tamiz. Ikkinchi texnikada svetli tonni qop-qora podvodka bilan bo'yab chiqamiz va ustidan temniy rangli ten bilan rastushovka qilamiz. Ko'zlarga xohlagan obrazdagi blyosklarni tanlasangiz bo'ladi. Men birizoviy rangli blyoska tanladim va ko'z atrofini ham chiroyli qilib inglot podvodka bilan bo'yab chiqamiz. Kipriklariga tush surib, kipriklarini chiroyli qilib qo'yib chiqamiz. Smoky eyes texnikamiz tayyor bo'ldi. Sizlarga bunaqa noodatiy, chiroyli mekaplar kerak bo'lsa, men sahifamga obuna bo'ling va kommentariya, like, podpiska bosishni esingizdan chiqarmang. Chiroyli kommentariyalar yozib, aktiv bo'lgan kuzatuvchimni albatta e'tiborsiz qoldirmayman. Onlayn darsimni 1 oylik kursimni sovg'a qilaman. Agar onlayn kursimni yutmagan kuzatuvchim postlarimda aktiv bo'lsa, 1 oylik kursini 3 oygacha cho'zib beraman. Ulgurib qoling, bu siz bo'lishingiz mumkin. Onlaynimda 100 taga yaqin prichoska makiyaj texnikalari qo'yilgan. Albatta foydalanib qoling. أنا نار ومنطفي، عيوني تقول كفاية حكي، أمشي والكل ينظر لي، صوتي يسكت كل شيء. قرب لا تخاف بس لا تلعب بالنار، أنا الملكة